Assalomu alaykum YouTube kanalimizning obunachilari. Keyingi zakazlarimiz mana Asaka tumaniga ikkita ishi ikkita rom olib kelib o'rnatib bo'ldik inshaalloh. Mana sizlardan iltimos qo'ygan bo'lardik. Bitta like, podpiska bosib qo'ysanglar kanalimizga keyinroq tarqalish uchun oldindan rahmat aytaman. Mana endi eshiklarimizni afzal qilib o'tsak, mana eshiklarimiz oynalari bular lola pasonda, o'rtasi aynak. Oynalarimiz germetiklangan. Bu yog'ochni pena qisib olmaslik uchun qo'yib qo'yganmiz. Ertaga olib tashlashadi. Mana romlarimiz ham oynasi oddiy oq oyna, bu ichkari qorong'i bo'lib ketmasligi uchun. Oynalar ham germetiklangan. Ancha-muncha shovqin ham eshitilmaydi. Yaxshi mana. Mana kvadratini 700 ming so'mdan vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustanovkasi ichida O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Dastlabkilarimiz bor. Mana 700 mingdan kvadrati dastlabkasi ichida bo'ladi. Vodiy bo'ylab olib kelib olib borib o'rnatib beramiz. Oyna, zamok hamma yo'q. Yaxshi mana yaxshi zamoklardan o'ta ham baquvvat, yaxshi og'irgina zamogimiz. Osha mosholari 3 tadan bo'ladi. Bir tomonda 3 ta, bir tomonda 3 tadan 6 ta mana osha moshimiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilar bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustanovkasi ichida bemalol murojaat qila olasizlar. Murojaat uchun telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. El xizmatidamiz. Yoqqan bo'lsa yana bitta like, podpiska bosib qo'ysanglar xursand bo'lib qolardik. Kattakon rahmat. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.